Bir kunday, ha? Bo'pti. Tayyorlan, uyga borib kelamiz. Rostdan olib borasizmi? Olib boraman. Ha, surishtirdingmi qizim? Surishtirdim, oyi. Voy, xudoyim. Eng yomoni o'zi bilib qoldi. Kamerada meni ko'rib qolib, yonimga keldi. Bilib qoldimi? Sharmanda bo'ldim. Nima kerak bo'lsa, o'zimdan so'rang dedi. Telegramda ma'lumotlarni jo'natibdi. Yer yorilmadi, yerga kirmadim. Qani, ko'rsatchi. Obke, ko'ray, ber menga. Siz deb bordim o'sha yerga. Nimaga bordim, a? Bunaqa. Mana. Kozim Qodirov. Oliy ma'lumotli yurist. Voy, ha bu yurist ekan-ku. Nimaga bo'lmasa restoranda yuribdi? Oyi, ko'pchilik boshqa sohada biznes yuritadi-yu, bilasiz-ku. Menimcha bu ham bir restoranni hujjatlarini yuritsa kerak-da. Ha, bo'lishi mumkin. Menga qara. Bu yana o'ziga o'zi yozib olgan bo'lmasin? Hozir hamma o'zini falonchi pismadonchi deb ko'rsatadi. Oyi, bilmadim. Bo'lishi mumkin. Begona odam bo'lsa bordir. Ha, ishonib bo'lmaydi. Ish tajribasi 15 yil debdi. Oilalik, 2 nafar farzandi ham bor ekan. Bolalari bor. Erkak kishiga avvalambor bola emas, ayol kerak. Hatto kasal bo'lsa ham. Hatto kasal bo'lsa ham. Chunki erkaklarga parvarish kerak, mehr kerak. Yonida uni dardini eshitadigan ayol kerak. Meni erimga bo'lsa onasidan boshqa hech kim kerak emas. Shunaqalarni nima derkin, bolam? Onasini bolasi deyshadi. Yo'q, onasidan hali kindigi uzilmagan yigitlar deyshadi. Tushundingmi? Oyi, qayerdan bila qoldingiz shuncha narsani? Bir qarasa Alfons deysiz, bir qarasa bu gaplarni gapirasiz. Ha, internetdan bilaman. Bilasiz.